etsin Allah'ım. Ularga kuch-quvvat ato etgin. Xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlikni ato etgin. Alloh. Nasib bo'lsa kuzda sentyabrda undan ham zo'r bo'ladi. Bolalarim, nevaralarim, mahallamiz ahli, mana bu to'y barchamizga tajriban bo'ldi. Havaslar. Mana bu Yakkabog', Chiroqchi va Dehqonobod tomondagi yoshlarga havaslar. Mana bayramlarni o'tkazishini, sinfdoshlar birlashishi, bola-chaqasi huzuri ko'rib, kelajakda mana porloq ishlar qilinglar. Rahmat Bekjon tashkilotlar uchun. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, bolalarning rohatini ko'ringlar. Topko'chlarga baraka bersinlar. Umrlaringga, rizqlaringga, kasblaringga baraka bersin. Mahalladoshlar, yana bir marhamat aytamiz. YouTube bilan yoshlarimizga katta rahmat. Hammani jon kuydirib tashabbus qilgan Bekjon, Ravshan, guruh qanotga kirgan yoshlar juda ko'p. Hammalar birga mana shu tashabbusni Open Budjetni qo'lga kiritib oldik. Sizga kattakon mahallamiz nomidan, deputatimiz nomidan, hamma nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bor hammalarni tabriklaymiz. Bugungi fursatdan foydalanib, mana ertaga Navro'z barchangizni, barcha qavm qandoshlaringizni shu kungi kun bilan tabriklayman. Sizlarning xizmatlaringga tasanno o'qiymiz va ertaga bo'ladigan Navro'z olam bilan barchangizni qizg'in tabrik etaman. Sog' va salomat bo'linglar. Satürn'ü adi numara. Hasım'ga bitta olqish qilaylik. Nima deysiz? Kerak qani? Girim qilib qo'ying. Shikara bo'lyapti. Xatirinda qoldi. Hammaga rahmat. Ko'chaga chiqamiz. Deputat bo'lib kelyaptilar. Hovlida nimaga? Demak, navbatdagi Open Budjet Mana mahallaga kelganlar. Masalan, tovoqlar yo'qmikan? Mana salatlarga. Mana pullaringga. Yesang. Eng kesing. Qachon boshqa? Yo'q, bilib. Napa? Sabor to'g'ri ketish bo'lsa.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Mana shunga qilingan g'alaba hammaga muborak bo'lsin. Barcha mana shu xizmat qilgan yigitlarga Xudojon kuch-quvvat bersin. Alloh. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Rahmat, yaxshimisizlar. Ustoz yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar. Hammalaringiz g'alaba bilan muborak bo'lsin. Rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Yigitlar hammasiga kattakon rahmat. Ular yo'q hurmat qildi. Mana qaraysiz, yaxshimisiz. Endi mana Allohdan so'rasak, Alloh beradi. Boshlangan ish albatta aytadi, dushmaningni ishi boshlanmasin deydi-da. Boshlandi. Mana bugun yoshlarimizga kattakon rahmat, sizlarga kattakon rahmat. Ro'za oylarida hammani qo'li ochiq bo'lib duoda bo'ldi. To'g'rimi? Bu yutuqlar o'zidan o'zi bo'lmaydi. Yana bitta narsani men kuzatib turibman. Bu qabristonlarda menimcha respublikada birinchilardan bo'lib yutilayotgan g'alaba bo'lsa kerak. Viloyatimizda birinchi holatlardan. Ko'chalar bo'lyapti, boshqa maktablar, ijtimoiy sohalar bo'lyapti, lekin qabristonda alohida ertaga rahbarlar e'tiborida qolaversa, respublika rahbarlarining e'tiborida mana shu narsa qoladi. Sizlarning mehnatlaringiz, sizlarning xizmatlaringiz, sizlarning mana shunaqa olib borgan sa'y-harakatlaringiz, yoshlarga, uyda o'tirgan onaxonlarimizga, qolaversa momolarga, hammaga kattakon rahmat aytamiz. Akaga rahmat. Bu bayramda davom etish kerak, Bular xizmat qildi. Ishladi. Charchoq chiqish kerak. Yoqda vaziyat qanday? Chiqin qanday qilib? Zara axborot beringlar. Yaxshi. 3-o'rindamiz hozir. 2020 ta ovoz bilan. Bizdan oxirgi 22 ta. 4-o'rindagi 1700 ta ovoz bilan turibdi. Buzladimi? Yurak harakat yap. Yo'q, to'xtash to'xtadi. Mana soat 10:30 bo'ldi. 12gacha. Deyarli to'xtayapti-da, deyarli ba'zi to'xtayapti. 1,5 soatda 300 ta ovoz yig'ishni 3-o'rinda olamiz. Olamizmi? Olamiz. Keling, shef, keling.
Mardam bu için. Burada. Muborakli bo'lib, keyingi Ramazon o'ylagan bundan da yutuqlarni qilaylik, bundan da xursandchiliklar bo'lsin, yaxshi yillarni davom qilsin Allohim. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Dua qilib qo'y, mana shu yerga yutdik deganlarga ekranda kelganda nima qilamiz? Naim aka, ko'rmaydi. Shu ishlar Charchagan. kechasi yangi bo'lsin. Ana shu Marqamboy shayxali Uzunova borligida mutafassisimiz kerak. Ota-ona yaxshi munosabat
Gel iki. Usta. Yetti o işi seni. Yana bugün o'sha odamlarni qilgan duolari bilan Instagram'a koyasan havadan alalım. mana sizga ham ishlaringizda omad tilayman, sizga sog' salomat bo'ling. Otangizga ming rahmat. Hamisha mana shu yerda shunaqa el borligini, yerda shunaqa ustozlar borligini, yerda ham shu maktabda o'qigansiz, siz ham mana shu yurtni farzandisiz, bu yerda sizni qarindoshlaringiz, qolaversa jigarlaringiz, opa-o'g'illarlaringiz, ona-o'g'illarlaringiz yashaydi. Masalada mana shu mahallani yanada bir ko'kka olishga, bu yerda borligini, bu yerda shunaqa insonlar, ziyolilar, faxriylar, qolaversa yosh avlod borligini bilib, yana sizga Xudo kuch-quvvat bersin, sizlarga omad tilayman. O'zbekistonimizda bayrog'ini ko'tarishingizga yana sizga omad tilayman. Nasib bo'lsa, shu chempionlikni olib kelgan vaqtingiz ham bundan ham 10 barobar ziyod biz sizni to'liq bayram qilaymiz. Hammamiz siz bilan faxrlanamiz. Butun mahalla, Qarshi shahar, Qashqadaryo viloyati siz bilan faxrlanadi. Keyingi ishlaringizga omad tilayman sizga. Sog' salomat bo'ling. Mahallamda reisini chaqirib Assalomu alaykum. Mahallamiz Shayxali mahallasi, shu yerda o'tirgan insonlar, qo'shnilarimiz, birodarlarimiz, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Hammalaringizni tabriklayman. Shu mahalla nimada Opin vujuddan yutgani bilan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, shu mahallamizni dunyoga tanitish uchun, O'zbekistonimizni dunyoga tanitish uchun, mahallani dunyoga tanitish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. O'sha Amerikada bo'ladimi, boshqa davlatda bo'ladimi, o'sha Qashqadaryoda, Qarshi shahrida, Shayxali shu mahallasidanligim bilan hech qanday uyalmasdan baralla o'sha aytib, boshqa davlatda bo'lsa ham, men Shayxali mahallasidanligimni aytib, faxrlanib o'sha janglarga chiqaman. Sizga rahmat taklif uchun. Shunaqa mahallaga tug'ilganimdan, shunaqa davlatga tug'ilganimdan faxrlanaman. Rahmat sizlarga. Shavkat aka so'ylayim. Davra aka sizni chaqiryapti, Shavkat aka so'ylayim. Domdan chaqiraylik, dom bilan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz hamqishloqlar. Avvalambor mana bugungi Qo'shaloq bayram ham Navro'z bayrami bilan. Mana Opin vujud yutganlar bilan hammalarni tabriklayman. Hammalarga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xushlik kunlaringiz yaxshi bo'lsin. Yana Opin vujudda hammamiz ittifoq bo'lib bir ro'yxatdan bo'y chiqmasa, yana katta muvaffaqiyatlarga erishamiz. Bu Shayxali mana bu yerga tashakkur. Ramazonjonning yana bir marta katta muvaffaqiyatlarga erishishimiz hammalaringizni mana shunday ajoyib kunlar chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat sizlarga. Hurmatli mahalladaşlar, mana shu Opin vujudda bizga mana Qo'shaloq Shayxali shaharchasi birlashganmiz. Mana shu Opin vujudda yoshlarimiz birlashib mana shu yutuqqa erishdik. Mana bu yutuqlar mahallamiz obod bo'lishi uchun, mana shu qabristonni obod bo'lishi uchun hammamizning sharafimiz bo'ladi. Bu ishlar hammasi mahallamiz obodonchiligi uchun. Mana shu bugun Ramazonjon Temirov
Hala tashrif buyurgan mana javob chempionlar bo'lib kelganlar. Mana shunday yetuk insonlar mana shu bizning mahallamizdan chiqqan. Kelajakdagi yoshlarimizdan ham shunday yetuk insonlar tilab qolamiz. Marhamat domla. Avvalambor assalomu alaykum aziz mahalladoshlar. Bugun mana ajoyib kun qo'shiqlar bayram qo'shganlik uchun ular bugungi bayram bilan qizni tabriklaymiz. Shu bilan birgalikda ertaga bo'ladigan qo'shiqlar bayram, yana Navro'za olam bilan yana bir bor hammani tabrik etamiz. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasib etsin bundan-da ko'proq g'alabalarga erishaylik. Rahmat bo'lgan uchun. Keling. Keling qan, kel. Keling, yo'lda ochildi. Mana so'z navbati Ro'zgul Mo'minga. Marhamat. Hammalaringizga mana yutuqlaringiz muborak bo'lsin. 100 Navro'zlargacha mana shu bayramlaring bilan sog' salomat bo'linglar. Yutuq olganlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Kekar Ramazon. Mana azizlar, yana bir ajoyib bayram bizning mahallamizda. Mana Ramazondan Temirevni hammalang bilasizlar. Jahon chempioni. Bu tarixda birinchi marta bo'layotgan voqea hisoblanadi. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham chempionlarimiz soni ko'p bo'ladi. Bundan keyin ham chempionlarimiz yana ham yuqori natijalarga erishadi va bizni nomimizni dunyoga tanitadi. Bir marta mana Ramazon otasiga aytganman, shu g'olib bo'lgan paytda Shayxali deb qo'ygan. Butun Shayxali ahli ham xursand bo'lsin desam, o'sha borgan payt yo'ldan chiqib ketami? Deysiz chiqib ketami? Endi bu faxrimiz bizni. Biz bundan g'ururlanamiz. Hali qishlog'idan mana bu kishini akalari Cho'riyev qo'shoqjonlar bilan birga ishlaganmiz. Avvalambor mana shu o'tganlarni ruhi shod bo'lsin. Ularni yotgan joyi jannatdan bo'lsin. Mana biz yoshlar, mana bu turgan bolakaylar, ular albatta bizlardan andoza oladi. Bizni ota bobolarimiz, akalarimiz senga yor qolgan o'rtalarga gaplarni endi nima deb atasang, senda ixtiyor, hattoki falakda quyosh bekindi. Bizlar baxtiyormiz, omad bizga yor, hammalaringga omad yor bo'lsin deydi. Shu 17-maktabda o'qib, shu yoqda katta bo'ldim. 17-maktabda menga dars bergan domlallarimizga, ustozlarimizga, men bilan birga o'qigan sinfdoshlarimga, avvalambor shu ustozlarga kattagon rahmat, shunaqa tarbiya berib, bizani yaxshi to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, yaxshi tarbiya berganlaringizga. Mana shuncha yoshlar bor, hammalaringizga Xudo xolasa, yosh bolalar mana sizlarga ham bizdan yaxshi natija qilishni Alloh nasib qilsin. Yana ham sizlar Xudo xolasa bizga qarab, sizlar ham harakat qilib yosh chempionlar ichimizda Olimpiada chempionlari, jahon chempionlari chiqishiga
ishonaman va sizlarni kelayotgan oldidagi ertangi bayram bilan tabriklab qolaman. Rahmat hammaga. Hurmatli mahalladoshlar, mana shu kungi opa-singlimizga sifatida qatnashgan qayerlardan ham bor. Mana bu Ravshanjon, Devruzjon, Panji, Furqat, mana bu yigitlarga shogirdlar bor bularda. Shularga qaraganda yana mana ayollarimizdan Gulya singlimiz bor ekan. Gulya opamiz, yashil o'ylasi. Keyin Shoira Umarova ham juda aktiv qatnashgan mana shular opa-singlimizga yutishimizga ovoz olishdi. Shularga rahmat aytamiz. Gulya opa kelingchi. Assalomu alaykum hamma mahalladoshlarimizga. Nima deydilar? G'alaba muborak. G'alaba bir o'zimizniki emas, bilasizlar, butun mahallaga, qo'shni mahallalarimiz ham yordam bergan. Hammaga muborak bo'lsin. Ertangi Navro'z bayrami ham muborak bo'lsin. Navro'z bayrami o'zimizning xalqning yangi yil deganida, o'sha bugun gruppaga yozdim. Yangi yilni ham kutib olmadik. Bundan keyin doim mana shunday Navro'zlarni kutib olaylik. G'alabamiz nima desam, bir kishini emas, 10 kishini emas, 20 kishi, 50 kishini bu g'alabasi emas, butun mahallaning g'alabasi bu. Bugun gruppadan ham yozdimda, nima deydi, kim mablag' bilan yordam berdi, kim ovozlarini kim gruppa tashladi, tashlamasdan ham hamma ovoz berardi, kim shu ro'za holiga ko'chada, bozorlarda ovoz yig'di yigitlarimiz. Ana shu Behruzlar, Javlon, hamma yigitlarga katta rahmat. Bosh qosh bo'lib turishdi-da shu narsaga. Keyin nima dedi? Asosan duolarda, o'zimiz xalqimiz duoda shuni qo'llab-quvvatlagani uchun shu g'alabaga erishdik. Hammaga rahmat, hammaga. Nima dedi? Ura, ura, ura! Rahmat hammangizga. Siz asosiy rolda xususiy qatnashgan mahallangizni e'lon qilib borgan. Qo'shni mahallamizda muzikalarga davom beramiz. Avvalambor assalomu alaykum mahalladoshlar. Mahallamiz bilan bir bo'lib 3-o'rinni Obin Bujitdan oldik. Rahmat sizlarga. Ihson qilganlarga hammasiga rahmat. Mahallamiz biriksa, hamma ish qilsa bo'ladi. Olg'a mahalla. Gazet bosamiz. Rahmat sizlarga. Bizni mahallamizda qolaversa, jonajon yangi O'zbekistonimizda dunyoga tanitadigan yosh avlodimiz shu Ramazon izidan borib dunyo taniydigan insonlar bo'lsin. Hammani bugun kun bilan tabriklayman. Hammalaringiz ertalabgacha dam olingizlar. Yoshlarimiz mana bizlarga konsert beradi. Hammani mana shu kun bilan tabriklayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'linglar. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat.